Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Pedro va bugungi videomizda biz Modscraft serialini obzor qilamiz va yonimga Malfuz degan do'stimiz borlar. O'sha kishi bilan videoga birgalikda o'lyapmiz hozir. Demak, yaxshiroq joylashib olinglar. Oldinglarga yeb ichishga narsalar olib kelinglar. Biz videoni boshladik. Malfuz, salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum barchalarga. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Yeb ichishga narsa olib kelinglar. Biz videoni boshladik. Xullas, birinchi bo'lib obzor qiladigan narsamiz bu albatta bizni PvP xonamiz. Hozir u yerga qanday qilib chiqishni ko'rsataman. Mana bu yerga turasizlar va PvP xonasi. Bu yerga boshqa joydan kelganlar bilan PvP qilamiz. Va bu yerda kitlarimiz turadi. Kitlarning ichiga deyarli hech narsa yo'q. O'sha uchun kelganlaringizdan keyin ochib o'tirmaylar. Va bu yerda mening uyim ham bor. Mana ko'rib turganingizdek kitlar bor. Mana bu yerda sotuv markasim bor. Mana har bitta kit 95 mingdan turadi. Olmoqchi bo'lsangiz menga tepa qilinglar. Prosta attack nima deb yozsizlar? /TPA Pedro deysizlar bo'ldi. Va men sizlarni ana shu yerga tepa qilaman. Kim men bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsa, kanalimga obuna bo'lsin. Hammasini eshitgan bo'lsangiz like ham bosib qo'ying. Tushundingizmi? Qarang, agar like bosmasangiz. Qarab o'tirmi? Mani ko'zim ko'rmaslar. Hop. Qaramang, uyalib ketyapman. Qayerga boramiz bro? Bola, qaranglar, bu yerga bir bola kelibdi. Nomi Bot Exe. To'g'ri yo'qdim menimcha. Bu bizning bazamizga bilmasdan kelib qolgan bilinadi. Malfuz, xayr olmisiz? Bezor qilding kelaverib. Abil. Bu kishi nima qilayotganimizni bilmaydilar. Kallalar ishlamaydi. Hozirlarga bitta zurnas ko'rsam, ichib qo'ymasam bo'ldi. Uramiz. Keling birader. Kelmadilar. Nima keyinroq qilamiz. Keling. Brat, keling. Keling mama sizga. Keling, yomon bo'ladi. Kelmasangiz. Kelsa ham yomon bo'ladi, kelmasa ham yomon bo'ladi. Ular sanaga qochamiz. Keling birader. Keling. Aka. Uni qaraylar. Ke qo'yib qolsanmi? Ha, qo'yib qo'ygan-ku. Nimayli? Ya bazamizga kirib ketdingmi? Deb bazadan chiqaramiz. Malfuz, ulang Malfuz. O'zim ishlarim bor. Malfuz, qoching. Men uni ushlab turaman. Berak. Böyle qo'shdi. Ular o'zlaringlar ko'rdinglar. Nima bo'lganini hozir Malfuzga biz kit beramiz. Nima bu? Hey yo, what the fuck bro, buni qarang. Bro, buni qarang deyapman, buni qarang. Buni qarang.
qarang buni, qarang. Nima bu bularda? Nima bu? Aytingchi menga, nima bu? Ko'ryapsiz? Nima bu? Teskari Nima? I harfi. Böyle. Brother kit bo'ladimi? Ayting qani obunachilarga. Zo'r bo'ladi. Zo'rmi kit? Zo'r. Zo'rmi? Demak zo'r. Xullas, Malfus aytdilar. PvP'ni obzor qilamiz dedilar. PvP'gamiz. Keling. Mayli. Bu yil PvP joyi. Hozirlarga 5 minut obzor qilib beraman. Yosh. Birinchi navbatda uchi bo'lamiz. Yosh, o'rtada ko'p ko'pchilar. Chiroyli bitta archa bor. Va ana bu yerda qurgan daraxt. Va bu yerda o'yinchilar PvP qilishyapti. Mahfuzni o'zlari. Hozir o'ylasiz, brat. O'ylasiz dedim. Qoching. Chape. Mahfuz qayerga ketdilar? Yo. Mahfuz yo'qlar. Shu yerdan uchdik. Qani tepa qilib ko'raylikchi ular ekanlar. Voy bu ushi-pushini qaranglar, ushi-pushini. Kallasini katta qo'li yo'qmaydi. Bitta bosqilar bilan. Men bosqiman. Bu ushi-pushi chaqiradi. Brat, qayerga ketdi? Qachon mahfuz keraklar? Kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Mayli, bu yer PvP zona. Ya'ni o'zingizning do'stlaringiz bilan bu yerga PvP qilsangiz bo'ladi. Va hozir eksperiment va ko'zlam uzildi. Lekin men buni o'zlashni niyatim yo'q, chunki u noob. Birovni kamsitmang, bro. Hozir yana tepa qilamiz. Yo'q. 1 hour later. Va nihoyat Mahfuzam keldilar. Qayerga yuribsiz, birodar? Ishim chiqib qoldi-da, bro. O'zbek Vaqtni cho'zyapsiz-da, bro. bola Mahfuz meni qayerga tortib ketyaptilar. Nima? Bil. Ha, lo'q qildim. Tepa qiling. Qayerga ketyapsiz? Tepa qiling, keyin narsalaringizni beraman. Tepa qilsangiz narsalaringizni beraman. Nega yo'q deysiz? Yo'q demang, keling. Keling, birader. Keling. Oling buni ichidagini. Videoni boshlagan nima dedim, beraman deb. Video tugaganda endi nima kerak bor ular? Oling, menga olmaysiz. Xullas, barcha xayr. Sizlar bilan Pedro, o'zbek birodarimiz va Mahfuz do'stimiz bo'ldi. Mahfuz xayrlashib qo'yinglar. Xayr do'stlar, sizlar bilan Mahfuz bo'ldi. Xayr. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Barchaga xayr.